Hükümette tabletörlerle uçlaşıyor ilgilenen bugün bina olarak uçlaşıyor boşayımız. Şimdi kanaqa bankda masalasi bo'lsa, kimni mas'ul bo'lsa aytadi, bu narsa halkı beramiz. Mana shu yerda takroriy yo'qmi o'zi? Yo'q, takroriy yo'q. Bitta boshlaymiz. Xo'sh. Nasıl bir masala? Mana o'g'lim kredit olibdi, 7 millionlik taklif oldi. O'sha o'zi ishga bo'lgani uchun o'zim kelyapman. Ha, o'zimi? Nima sotib olibdi? Santexnik. Kim ismlari? To'rayev Jo'rabek. To'rayev Jo'rabek, ha? Bu shahardan mi? Ha, shahar. O'zimizning banki ham. Hujjatlarni, birinchi hujjatlarni aytdimi? Birinchi bo'lgan hujjatlarni aytib olsin. Ha. Hujjatlarni bersangiz, 3 kundan ruxsat olib chiqib turib beraman. 3 kunda. Hamma hujjat bu yoqda kafil baxt bo'lib qo'ymasam? Yo'q, hammasi bo'lgan. Hamma hujjatlari bo'lgan. O'zi bugun xudo xolasa rasmiylashtiramiz. Hujjatlarni bugundan so'ng oyoqqa qilib beramiz. Faqat lekin arza bir tashlashga boshqa o'zi kerak, o'zi yozib beradi arzasini. Hammasi bo'lgan. Ha. Cuma kuni kelgandik bizlar, hammasini yozib tashlab ketgandik. Böyle gerekli olmayan bir bo'lmasa qilib beradi. Rahmat. Sizga rahmat. Keyingisi. Xo'sh. Salom bo'lsin. Ko'g'im tumanida shu ishga rahbarim savol boshqa ish haqi masalasi bo'yicha hozirdan beri tadbirlardan cho'qib ishlar ketyapti. Bizga kunlik ishchilar keladi, 9 gektarga haqli ekanman. Ularga ish haqi berish masalasi bo'yicha murojaat qilaman. Oddiy misol 34 gektar joydan oddiy pudratchiga bergan bo'lsa ham, oilaviy pudratchiga shularga 300 ming so'mdan bersam, eng minimalni gektarga. O'shanda 500 ming so'm pul gektar necha gektar necha tonna shaqo? 39 gektarga paxta ekilgan, 107 tonna. Bize hozir may oyiga juda ham qiyin pul topish keyin ertaga bo'lgandan keyin pul o'zimizdan chiqadi, lekin may iyun oyi to'g'rilgungacha ertaga paxtadan chiqqan ekansiz, bu to'lib ish haqisini uni har oylik yo'q bo'ladimi? Ha, yo'q. Mayli hozir gektarga 30 million degan 30 gektar bo'lsa 20 million bo'ladi. Ishlayotgan bo'lsa, hudud hokimiga kelishamiz. Har bitta hududda ishchi bo'ladigan xabar raislar berganligi qo'lni joyida beradi. Ana hozir har bu e'tirof gaplashib, o'tirib 7 ga borib, bu xodimlarga rastlashib berdi, dalaga borib pul berib beribdi. Keyin bo'lganmi? To'g'ri, endi bizlarga yo'llanma ishchida boshqa tumanlar Yo'q, biz masalan qilib beradi, bir marta bersa 2 marta qilib beradi. Yo'q, pulimiz bor, limit pulimiz bor. Shu telefonda aytdim, bir masalan qilib beradi. Yo'q, biz masalan qilib beradi. Xo'p. Rahmat. 8 million so'm. Telefon qilib aytaman. Yo'q, boshqa beradi, qilib beradi. Ben yozib oldim boshqa nima bo'yicha texnika oldi, xizmat qilib, muomala qilib kelgan. Biliyorsan? Hozir ish haqi boshqa. Rahmat. Xo'sh, yana fevral bor ekan. Tuman. Biz ham shu ish haqisi. Mana shu ish haqini. Siz Buxoro tumaningizdan? Bo'lsa fermerlarni nima qilinglar, bitta qilib o'zini Toshkentda uchovlardan agar past bo'lsa, 40 dan past turibdi. O'zim qayerdan ertalabsin qo'shib berdim, agar yetmasa oshtirib beraman. 40 ga tortuvchi. Tushunarli, bog'qa qo'ram xuddi shunday boshqa juda fermer bo'yicha ish haqi me'yorlari sal yetmayapti. Shuni endi sal ko'paytirib limit qo'shish kerak, ma'lumotlarni deyapti, o'sha ish haqi yo'q. Uçak tushmadimi hozir? Klikka turibdimi? 3 ta fermer bor, ish haqqilarni qilib beradi. Bu qahvor 2 marta borganlar. 3 ta sen. Kim uçakdan qilib beradi? Klik bosib Chiqarsalar Bizlar bo'laymi? Rahmat.
Traktör masalası diyecekler. Kendi süreci. Ömer Hocalık'ta arkası ya. Arkaya özgür var. Yok. Çünkü klasının traktörleri yerine nakışta hiç vakti bilmeydi de. İşte için artık bu paktanın özüyle işte traktör oldu. Neçe gitar bakıyoruz o şu. O da şu 35 gitar, ondan 12 gitar sergiler almakta, kendi paktası yani. 23 gitar var. 35 gitar bakmıyoruz mu? Yok, 35 gitar yeri var. Kan da o. Bir de teknik olmuyorsa bir de önemli olmuyorsa. Bunun için işte teknik yapısı kim uzman işler yarattı onun hatta traktöristine yola sergiler, forma ekipleri işler. Bunda texnik xizmatdan ko'rsatmoqchi bo'lsa, atroflardagi fermerlarga unaqa texnik Texniklarni unaqa da hiç yetib nima yo'qku, o'sha uchun ham o'zimizni yerda ham fermerlar bilan ishlaymiz-da. Bitta to'rt karasi bu 3 karasi. Ikkita 3 karasi. Garov bor, hamma narsasi bor. Yetadi garov. Uchredichimiz o'zini mashina qo'yapti. Shostaka. Qaramoqchi. Kia. O'shanda o'raylik deb nima qo'ydilar. Böyle ki yıl neçi? 23. 23. Böyle. Benim çocuğum bitti oğlum benim ki boşta pinki tutar diyor ama tonla zaten küçük mayda yanında. Yaş. Narxını bilasan? Gördüm. Evet. Ucatız Afrika'nın bitirip yaptınız. Kırık parmasını taklap koydum. Dostlarım göstereyim. Gördüm ucatız Afrika'nın ülkenin, Kiyan'a mesela ülkenin. Yani kerteke başkaları nasıl yok? Böyle beni nasıl bir adam? Aynen, nasıl oluyor? Şarkıdaki masalar canım mı? Quyosh paneli sürüyorlar. Sonra şu panelleri kenara düzülen Ne işte nasıl olurdu? 90 asıl standart bu. 677 hektar yer maydanoozdan 300'ü bugungi kunga 360 hektar yer şu tomchilar sug'orishmalari tomchilar sug'orishmasi ekilgan. Shunda nasıl qiladi? Burayı nasıl söylesene ki? Buraya endi nasıl bilan nasıl ishlaganlarga 70 million 60 million ishlamaganlarga qabul qilamiz. Bu taşeronun kalkülasyonu sorulsuz da. Böyle. O zaman platformu olacaklar birine aksiyon zamanının görev aksiyon kılıp birine bunu haritalarına yatınatası ama raporlarda boşlar var ama böyle o zaman bir adı nataraf bir müthizeşerek mesela tabii çok bir ama şartlar böyle tam açımı itiraz bir şartlaması böyle nasıl ki iş oldu. İkinci nazoratları işte haftaya imtiyazlıktan şart yapılmaktan ziyade koyacağını yani. İş yaptılar. Bu kaysının yaklaşık Kitmen şöyle anlatabilirim. Kitmen işte kalsın olmaya kalsın. Ötürüne iş yapmaya bakabilirim. şu iş yapma masalası bozulmanın ayrı koydu. Bırakılan bir işçilik yapmak. Böyle böyle. İlk zaman sana yapıyorsun. Şunu alıyoruz. İşte yanımızda kadar şu masada. Kağıt mı? İş yapma. Ötken zaman 50 milyon bir elgen söylüyor. Ya, yani
Böylerde de yok, böyle alırken başkalarının şu an yok ki. Degan o zaman küllük işlerimiz yapıp kerak. Al. Zaten 3'te kalkıyorsan öyleydi. Parasına bir muamele oldu da. 3'te kalkıyorsan. Keçen kuram çıktım ben. O Thomas Kapı'da kızım var ki onun olduğunu hayvan sana koyup. Naşudazda, üçüncü programda gördüm bu. Hayır, hangi tüföz var o işte ama süreci de dedi. Yine hareket biraz sabun olsun içine mi çıktı? Ha. Ali bu sabun olsun. Çocuğun başı ses sabun kanış verdiğim fiyatı bu sabun sabun. İçine mi çıktı değil mi? Tamam gitti tamam ya. Bu taraf mahalleler bir yer. Texnika xizmat bo'yicha bizga ta'minotga qo'yaveringlar. Bizga texnikaga talab ko'p, o'qing. Texnika xizmat bo'yicha bitta tuman o'qib tasdiqlab bersin. Bu berilgan o'tgan o'quvchini ozgina pul tushdi, yana qaytib o'qilgan. Mana shu 6 yilga surat keladi, pul bersa kreditdan deylik. Nimaga yo'qlaydi, shu masalaga yordam beraylik. Texnika xizmat bu sizlarni qo'pgan Ha, yardım. Texnika xizmat shoshmang. Javob Bu ikkisi deyilganimizda talab. Böyle yardım texnika xizmat счет ochish ish haqi kompyuter. Böyle o taraf ish haqini bo'ladi. Ikki ish programma bo'lmaydi, boshqa beraman. Mana buni to'tiradi. Böyle